MMA muxlislari, siz kutgan kun keldi. Ya'ni bugun biz UFC tarixidagi juda qiziq kartalardan biri haqida gaplashamiz. Ya'ni Dana White Oq uyda kimlar jang qilishini ochiqladi. Bu turnirda bir nechta juda kuchli jangchilar oktagonga chiqadi. Ayniqsa karta yuqorisidagi janglar juda qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. Bugun sizlar bilan karta ichidagi eng muhim 4 ta jangni tahlil qilib chiqamiz. Jangchilar uslubi, kuchli taraflari va kimda ko'proq imkoniyat bor, shular haqida gaplashamiz. Do'stlar, eng qiziq 4-jang Michael Chandler va Mauricio Rufy. Bu jang juda tezkor va agressiv bo'lishi mumkin. Michael Chandler UFC'dagi eng tomoshabob jangchilardan biri hisoblanadi. U har doim agressiv uslubda jang qiladi. Chandlerning esa katta kuchi, bu portlovchi zarbalari va kurashi. U qisqa vaqt ichida raqibni nokaut qilish qobiliyatiga ega. Endi esa ikkinchi tomonda yosh va juda texnik striker Mauricio Rufy turibdi. Rufy zarbalarini juda tez tashlaydi va kombinatsiyalar bilan ishlaydi. Bu jangda asosiy savol shundaki, Chandler o'zining kuchli zarbalari bilan tez tugata oladimi yoki Rufy masofani saqlash texnik qiladimi? Agar jang birinchi raundda agressiv tempda ketsa, Chandlerning nokaut qilish ehtimoli juda yuqori. Ammo bilamiz, Chandler juda ham tezkor, lekin o'zi raundlar oxiriga borib charchab qoladi. Ammo jang cho'zilib ketadigan bo'lsa, yosh va tezkor Rufy ustunlik qilishi mumkin. Bu jang juda katta ehtimol bilan nokaut bilan tugashi mumkin. Yana o'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Endi esa asosiy janglardan 3-si Sean O'Malley va Aman Zahabi. Keyingi jang ham juda qiziqarli. Sean O'Malley UFC'dagi eng kreativ strikerlardan biri hisoblanadi. U juda yaxshi footwork ishlatadi, masofani yaxshi ushlab turadi va kutilmagan zarbalar bilan raqibni qiynaydi. O'Malley ko'pincha janglarni aniq zarbalar va tezlik orqali nazorat qiladi. Uning raqibi esa tajribali jangchi Aman Zahabi. Zahabi juda tartibli va ehtiyotkor jang qiladi. U ko'proq taktik bilan ishlaydi. Bu jangda Zahabining asosiy maqsadi ehtimol O'Malleyni yaqin masofada ushlab turish va tempni buzish bo'ladi. Ammo agar jang uzoq masofada striker dueliga aylansa, O'Malley katta ustunlikka ega bo'ladi va nokaut qilishi ham mumkin. Ko'pchilik ekspertlar bu jangda O'Malley favorit deb hisoblaydi. Siz o'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Siz kimga muxlislik qilasiz va kimni favorit deb bilasiz? Asosiy janglardan ikkinchisi Alex Pereira va Ciryl Gane. Mana bu jang esa juda katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu jangda og'ir vazn chempionlik kamariga jang bo'ladi. Alex Pereira kickboksning afsonasi, uning zarbalari UFC'da eng og'ir zarbalardan biri hisoblanadi. Pereiraning chap huk zarbasi ko'plab raqiblarini nokaut qilgan. Ikkinchi tomonda esa juda texnik jihatdan jang qiladigan Ciryl Gane. Gane boshqa og'ir vazn jangchilardan farqli ravishda juda yaxshi harakat qiladi. U footwork ishlatadi va masofani juda yaxshi nazorat qiladi. Zarbalardan tez qocha oladi. Bu jangda ikkita stil to'qnashadi. Pereira kuch va nokaut zarbalari, Gane esa texnika va harakat. Agar jang zarbalari almashuviga aylansa, Pereiraning nokaut qilish ehtimoli juda katta. Ammo agar Gane harakat qilib jangda uzoq davom ettirsa, zarbalardan qocha oladigan bo'lsa, u ochkolar bilan yutishi ham mumkin. Bu jang karta ichidagi eng striker janglardan biri bo'lishi mumkin. Bu jangga ham o'z fikringizni kommentariyaga albatta yozib qo'yish esdan chiqmasin. Endi do'stlar, asosiy jangga ham yetib keldik. Asosiy jangda hamma UFC muxlislari kutgan haqiqiy BMF kamariga mos jangchilar jang qiladi. Ya'ni Ilia Topuria va Justin Gaethje. Mana turnirning eng kutilgan janglaridan biri. Ilia Topuria hozir UFC'dagi eng xavfli jangchilardan biri. U juda texnik bokschi va juda aniqlik bilan zarba beradi. Topurianing zarbalari juda kuchli va u juda yaxshi finishing qobiliyatiga ega. Bilamiz, Max Hollowayni ham nokaut qilib tashlagan. Ikkinchi tomonda esa haqiqiy jang
mashinasi Justin Gaethje. Justin UFC tarixidagi eng agressiv strikerlardan biri. U har doim oldinga yuradi va raqib bilan ochiq jang qiladi va raqiblarini qiynaydi. Buni Paddy Pimblett bilan jangda ko'rdik do'stlar. Justin Gaethje qanchalik o'zini ko'rsatganini ko'rdik. Shuning uchun bu jang juda katta ehtimol bilan katta urushga aylanadi va parter ishlatilmasa kerak. To'pare texnik jihatdan ustun bo'lishi mumkin, lekin Gaethje birgina zarba bilan jangni tugatishi mumkin bo'lgan juda xavfli jangchi. To'g'ri bilamiz, Ile To'pare ham shunday udarga loyiq. To'pareda ham shunday bitada nokaut qiladigan zarbalari bor. Lekin Gaethje baribir texnik jihatdan kuchliroq. Agar jang uzoq davom etsa, To'pare charchab qolishi mumkin va To'pareni biz 5 raund jang qilganini ko'rmaganmiz. Gaethje esa 5 raund bemalol jang qila oladi, nafsini tiya oladi va juda ham kuchli udarlarni bera oladi. Shuning uchun bu jang kechaning eng portlovchi jangi bo'lishi kutilmoqda. Siz albatta nima deb o'ylaysiz do'stlar? Bu ikki jangga kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Mojud men aytmagan Justin Gaethje qobiliyatlari bordir. Ile To'parening qobiliyatlari bordir. O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Agar MMA va UFC yangiliklari sizga qiziq bo'lsa, kanalga albatta obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha do'stlar.